Assalomu alaykum qadrli tomoshabin. Ushbu videoroligimiz keng tarqalishi va boshqalar ham manfaatdor bo'lishlari uchun videoga like bosib qo'yishlikni unutmang. Zero yaxshilikni tarqatgan uni qilgan bilan barobardir. Parvardigor Alloh subhanahu va taolo biz bashariyatni shunday ko'rkam suratda yaratganki, hali bayon etdik. Valaqot karramna bani adama, albatta biz ko'rkam suratda yaratdik insonni degan mazmundagi oyatga qaraganda naqadar mo'jiza, naqadar karomat bilan yaratganligi ma'lum. Ammo jahonda ikkita oziqa bor ekan. Bittasi moddiy, ikkinchisi ma'naviy. Moddiy oziqalar o'zingizga ma'lum turli ne'matlar. Alloh subhanahu va taolo bu moddiy ne'matlarni vujudimizdagi nafs uchun yaratgan ekan. Nafsimizni qanoatlantiradigan bu moddiy oziqalar og'iz orqali kirib vujudimizga, bizga kuch-quvvat, mana shunday o'sib, ulg'ayib, katta bo'lishimizga, ya'ni vujudimizga hayot baxsh etar ekan. Ammo bundan tashqari ma'naviy oziqa bor ekan. Ma'naviy oziqa quloq orqali onga o'tib, Alloh taolo tomonidan bizga berilgan aqlli peshlar ekan. Ikkalalar orasida ya'ni ziddiyat ham bor ekan. Agar inson moddiy oziqaga qattiq qiziqib, nafsi baloga giriftor bo'lib, ma'naviy oziqadan bebahra qolsa, aqli zaiflashib, nafs undan g'olib kelib, faqat maqsadi yeb ichib hirs qondirish bo'lib qolar ekan. Bu hayvonga xos ekan. Alloh taolo aytayaptiki, ey insonlar, men sizlarni yeyish uchun yaratmadim, yashash uchun ozgina rizq berdim. Yashashdan murod kim biz? Nega dunyoga kelganmiz? Nega butun borliq bor? Birini erkak, birini ayol qilib shuncha tayyorgarlik nima uchun? Bu koinotlar nima uchun? Shuni ilmini olib, meni qudrati, san'atlarimni o'rganing. Ana shunda meni qudratim oldida bosh egasi nima ekanligini fahmlaysiz deb marhamat qiladi. Demak, faqat maqsadi yeb ichib hirs qondirish bo'ladigan bo'lsa, men unday mahluqlarni alohida yaratganman. Hatto 4 oyoqqa tayantirib boshini ham ko'tarmaganman. Ularni maqsadi yeb ichib tezroq semirsa-yu, bandalarim so'yib tanavul qilib ularni iste'mol qilsa. Ammo insonni men nihoyatda ko'rkam suratda go'zal qilib, ularni yashash uchun ozgina rizqlantirganman. Yashashdan murod ilm, hikmat o'rganmoqlik va qudrati san'atlarimni o'rganib, iymonda komil turmoqliklari uchun. Xudo ko'rsatmasin, inson ilm olmasa, shunday bir tirik o'likka aylanar ekanki, akasi dunyoga nima